Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Bir ayol uyi bo'ylab yordam so'rab baqirib yig'laydi. U orqasiga qaraydi va keyingi xonada soya shaklidagi jismni ko'radi. U ayolga qarab kelmoqda. U yana qichqiradi va undan qochish uchun faqat yuqoriga, zinapoyaga yuguradi. U zinaning tepasidagi hammomga yugurib kirib, eshikni orqasidan qulflaydi. U vaziyatni tezda baholab, og'ir nafas oladi. Deraza bor, juda kichik, lekin u sig'maydi. Agar sig'sa ham pastga tushib bo'ynini sindirib oladi. Chiqish yo'li yo'q, u tuzoqqa tushgan. Lekin unda bir fikr bor. U chuqur nafas oladi, jasorat to'plash uchun o'ziga bir lahza vaqt berib, eshikni ochadi. U zinapoya maydoniga chiqadi va izlagan narsasini, ya'ni kichik telefonni ko'radi. Lekin u shu payt zinadan ko'tarilayotgan ta'qib qiluvchining soyasini ham ko'radi. U telefonga yugurib borib, uni oladi va yana hammomga qaytib yuguradi. U eshikni orqasidan yopib, 911 raqamini teradi. Lekin oxirgi raqamni termoqchi bo'lganida telefon qo'lidan yulinib olinib, eshikka uriladi. U telefonni olish uchun yuguradi, lekin simi kesilgan edi. U boshqa nimadir sinab ko'rish kerak. U dori shkafiga yugurib, o'ziga yordam beradigan nimadirni qidirishni boshlaydi. Lekin baland shovqin uni cho'chitib yuboradi. U o'girilib, eshik tutqichi qayta-qayta silkinayotganini ko'radi. Taqibchi eshikni tepib buzmoqchi. Onasini emsin, u juda qo'rqyapti. U nimadandir foydalanishi kerak. Ayol dori shkafini yopadi va bir lahzaga vaqt to'xtab qolgandek bo'ladi. U oynaga tikilib, yuzida hayratga qolgan ifodani ko'radi. U oynadagi aksiga yordam ber deb pichrab gapiradi. Eshik to'satdan ramkadan uzilib, yerga qulab tushadi. Ayol topa olgan yagona narsa tish cho'tkasini olib aylanadi. Uni ta'qib qiluvchi endi bo'sh eshikdan ichkariga kiradi. U katta, qo'rqinchli ko'rinishdagi erkak. Ko'zlari yovvoyi, lekin diqqatli va ayol ko'rgan eng katta pichoqni ushlab turibdi. Erkak yaqinlashadi, ayol esa qo'rquvdan bukilib qoladi. U bir lahza to'xtab, dori shkafi to'g'risida o'zini tomosha qiladi va jilmayadi. Butun manzara qanday rivojlanganidan mamnun ko'rinadi. Erkak pichoqni yuqoriga ko'taradi, ayol esa tish cho'tkasini ko'taradi. Go'yo u ayolni himoya qiladigandek, lekin u himoya qila olmaydi. Erkak pichoqni yana pastga tushiradi. Bu qotillik 40 yildan oldin sodir bo'lgan bo'lsa-da, uning xotirasi siz o'ylagandan ham tirikroq. Ba'zan o'tmishda bo'lgan voqealar o'sha yerda qolmaydi va yana takrorlanish yo'lini topadi. Lekin ehtimol kutganingizdek emas. Shunday ekan, kamina doktor Bilolga qo'shiling va SCP-987 nima uchun SCP fondi tomonidan dahshatli galereya deb atalishini bilib oling. SCP-987 bu turli xil shakl va o'lchamdagi 13 xil devorga o'rnatiladigan oynalar to'plami bo'lib, ular SCP-987A dan M gacha. Ularning yarmidan ko'pi dori shkaflaridan iborat. Qolganlari kichik makiyaj oynalaridan to'liq uzunlikdagi oynalargacha. Eng kattasi 1 metrga 1,5 metr. Estetik uslub va materiallar 1940-yillardan 1990-yillargacha ishlab chiqarilganini ko'rsatadi va ularning tuzilishida g'ayrioddiy narsalarni ko'rsatadigan hech narsa yo'q. Oynalarning fotosuratlari va videolari ularni oddiy oyna ekanligini, yuzalari kutilganidek aks ettirishini ko'rsatadi. Umuman olganda, bu oynalar birinchi qarashda oddiy oynadek ko'rinadi, ammo ular haqida chuqurroq tadqiqot o'tkazish juda qiyin bo'lgan. Sababini keyinroq ko'rasiz. SCP-987 oynalari nihoyatda g'alati, bezovta qiluvchi xususiyatlarni namoyon etadi. Agar odam ularning to'g'ridan-to'g'ri yuzasiga qarasa, ular kutganidek o'z aksini emas, butunlay boshqa joyning tasvirini ko'rsatadi. Tadqiqotchilar bu ko'rsatilgan joylar oynaning oldingi joylashuvi deb taxmin qilishgan. Va S, M va K oynalarining kelib chiqishi bo'yicha tadqiqotlar bu nazariyani tasdiqlagan. Lekin oynalar statik joyni ko'rsatmaydi. Kimdir to'g'ridan-to'g'ri oynaga qaraganida butun bir sahnani ko'radi. Doimo kimningdir zo'ravon va dahshatli o'limini tasvirlaydi. Har bir oynada turli xil joylar va sahnalar tasvirlangan, ammo ularning ko'pi qandaydir hammomda sodir bo'layotgandek.
Ko'rsatilgan sahnalar uzunligi har xil. Eng qisqasi 48 soniya, uzuni esa 4 daqiqa. Sahna tugagach video qayta qo'yilgandek davom etadi. Lekin SCP-987 ning g'alati xususiyatlari bu bilan tugamaydi. Video 2 marta takrorlangandan so'ng tasvirlar o'zgarishni boshlaydi. Oynadagi dahshatli o'limga duch kelayotgan odam kimdir uni oynadan kuzatayotgandek yordam so'raydi va oynaga tikilib turishadi. Qotil esa xotirjamlik bilan keladi va uni o'ldiradi va qayta urishadi. Urib bo'lgach qo'rqinchli ovozda kuladi va qon bilan oynaga "Keyingi safar sening navbating" deb yozib qo'yadi. Xuddi bizni ko'rayotgandek, bu juda ham dahshatli edi. Shunday qilib, SCP-987 oynalarining 3tasi juda ham g'ayrioddiy deb hisoblanadi. S, K va M. SCP-987-C 1968-yilda Kaliforniyadagi uyning hammomida bo'lgan 62 yoshli badavlat erkakni tasvirlaydi. Erkak bog'langan va polga tiz cho'kkan holatda turganida, ochiq kiyimdagi londonlik yosh ayol uni bo'g'ib o'ldiradi. Sahna bir marta takrorlanadi va keyin o'zgara boshlaydi. Bu holatda ayol odatda xonaga kirgach, lab bo'yog'ini yangilash uchun ko'zgu oldida to'xtaydi. So'ngra u ko'zguni o'padi. Oynada qizil iz qoldiradi. Keyin poldagi erkakni bo'g'ib o'ldiradi. SCP-987 ga qaraydigan kishi 2000-yillar boshida Maine shtatidagi yaqinidagi uyning yo'lagida turgan 34 yoshli erkakni ko'radi. Erkak narvonda turib yangi qandilni o'rnatmoqda. Bir lahzada erkak muvozanatini yo'qotib, murakkab yoritgichga o'ralib qoladi. U o'zini tutishga harakat qilib, tasodifan shiftdan elektr simini tortib oladi. Bu sim narvondan yiqilayotgan erkakning bo'yniga o'ralib, uni bir vaqtni o'zida to'kirish va bo'g'ilishga olib keladi. Sahna takrorlanib o'zgarishni boshlaganida, erkak o'z vazifasidan tobora ko'proq xavotirlanadi va uning so'nggi daqiqalari tobora ko'proq azobli ko'rinadi. Ba'zan uning xotini ham kirib, sahna tugab takrorlanishidan oldin erining jasadini shiftdan osilgan holatini topadi. SCP-987-M 1978-yil New York shahridagi mehmonxona hammomida 20 yoshli ayolni ko'rsatadi. Ayol ko'zguda ko'rinmaydigan, tajovuzkorga nisbatan munosabat bildirilishi ko'rsatiladi. Ayol qochishga urinadi, lekin bir erkak unga tashlanib, qorniga pichoq uradi va qochib ketadi. Ayol yerga yiqilib shu zahoti vafot etadi. 3-marta takrorlanganida esa ayol sahnaga qotil kirishidan oldin tomoshabin bilan gaplashmoqchi bo'ladi, lekin mast holatda bo'lgani uchun aniq muloqot qila olmaydi. Agar SCP-987 odamlarning so'nggi daqiqasini ko'rsatadigan va har ko'rilganda g'alati va qo'rqinchli tarzda o'zgaradigan ko'zgular to'plami bo'lganida ham bu yetarlicha g'alati bo'lardi. Lekin bu g'alati SCP-da bundan ham ko'p g'alati sirlari bor. Ko'zgulardan tashqari SCP-987-1 ham bor. U fondimizda odatda kurator deb ataladi. U ko'rinmas mavjudot bo'lib, issiqlik ko'rsatuvchi kameralarda ko'rinadi. Taxminan 2 metr balandlikdagi odam bo'yini egallaydi. U egallagan maydon atrofidagi narsalarning issiqligini so'rib oladi. Bu holatda 1-2 metr uzoqlikdagi narsalardan, shuningdek 150 kilogramm bo'lgan narsani 8 metr masofadan boshqara olish qobiliyatini ko'rsatgan. SCP-987-1 ning asosiy harakati yer bo'ylab oynadan oynaga tasodifiy harakatlanishidir. U har bir oyna oldida taxminan 30 daqiqa to'xtaydi, so'ngra keyingisiga o'tadi. Biroq u faqat yolg'iz qolganidagina shunday harakat qiladi. Agar kimdir hozir bo'lsa, ulardan kamida 3 metr masofa saqlaydi. Buning yagona istisnosida xodimlar oynalarning tozalashiga boshqa narsa qilmoqchi bo'lganida duch keladi. Agar oynalar qandaydir tarzda o'zgartirilsa, SCP-987-1 uni o'ldiradi. Bu oynalarni jismoniy o'rganishni imkonsiz qiladi yoki qiyinlashtiradi. SCP-987-1 va barcha oynalar to'plami Evklid sifatida tasdiqlangan va tadqiqot markazi 14-xonada Faraday qafasida joylashgan. Juda ham qattiq himoya qilingan xonada xavfsiz saqlanmoqda. Xona har doim oddiy va termografik kameralarda kuzatib boriladi. Ammo shunga qaramay SCP-987-1 bir necha marta saqlov tizimini buzib, qisqa muddatga yo'qolib ketib, so'ngra saqlash xonasida yana paydo bo'lgan. Kamida 5 ta ma'lum holatda SCP-987-1 oddiy va issiq sezuvchi kameralardan g'oyib bo'lgan. Har bir holatda u yana paydo bo'lganida yangi ko'zgu ham paydo bo'ladi.
Natijada fondning dastlabki 13 ko'zgudan bo'lgan to'plami 18 taga yetdi va ehtimol bu raqam o'sishda yana davom etishi mumkin. Ko'p hollarda SCP-987-1 uzoq vaqt oldin sodir bo'lgan o'limni tasvirlovchi ko'zgu bilan qaytsa-da, ayniqsa dahshatli holatda 987-1 o'limdan oldin 15 daqiqa oldin g'oyib bo'lgan. Qaytib kelganida u o'z lyustrasi tomonidan halok bo'lgan erkakning fojiali o'limini aks ettiruvchi ko'zgu bilan paydo bo'ldi. SCP-987-1 bu o'lim va barcha o'limlarda uni qo'li bormi yo'qmi, hozircha noma'lum. Ehtimol ko'zgularning fond nazoratida bo'lishi SCP-987-1 ni ko'p hollarda ushlab turuvchi yagona narsa. Lekin xavfli vazifani bajarayotganingizda va ko'z oldingizda oyna ko'rsangiz, ehtiyot bo'ling. Kim yoki nima kuzatayotganini hech qachon bilmaysiz. Endi Dr. Bilolning boshqa fayllaridan birini tomosha qiling. SCP fondining maxfiy arxivlariga yanada chuqurroq kirib boring. Qoravoy, faqat obuna bo'lishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar